Ramazon oyi munosabati bilan Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi, Ona va Mirahmedov jamoat fondlari hamkorligida Qo'shtepa tumanida xayriya tadbirini amalga oshirdilar. Tadbir doirasida ehtiyojmand 125 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari hamda zaruriy vositalar yetkazib berildi. Bugungi navbatdagi xayriya tadbirimiz Mirahmedov fondi, Ona jamoat fondi va Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi viloyatimizga 500 nafar kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan, ko'p bolali oilalarga ro'za Ramazon tuhfasini olib kelib tarqatyapti. 500 nafar aholimiz Quva tumani, Yozyovon, Qo'shtepa, Toshloq tumanlaridan iborat. Insonlar qalbida mehr-oqibat, saxovat va bag'rikenglik tuyg'ularini mujassam etuvchi Ramazon oyida qilinadigan ihsonlar nafaqat moddiy yordam, balki xalqimizning ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun bo'lgan e'tibori, g'amxo'rligi ifodasidir. Ro'za Ramazon kunlarida qiladigan ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Prezidentimizga ham rahmat. Hammalari sog' bo'lsin. Mana shu tadbirlar o'tkazib berishyapti. Biz holimizdan xabar olishyapti. Mana ehsonlar qilishdi, rahmat. Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Bunday ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlari esa mamlakatimizda inson qadrini ulug'lashga va farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning amaliy natijasini namoyon etmoqda. Duoga qo'l ochgan nuroniylar yurtimizga tinchlik, to'kinlik tiladilar. Qutlug' kunlarda qilingan yaxshi niyatlar ijobat bo'lishi shubhasiz.